Videorolikda o'zingiz ko'rdingizlar, Xayrullo aka O'zbekistonga kelib oldi. Uni hamma joydan kutishyapti va tashkilotlar, telekanallar, hamma yoq intervyular bo'lib toshib ketyapti. Videoni ko'ramiz. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan yana Kamina Komiljon Uskum TV kanalidasizlar do'stlar. Xayrullo aka bo'yicha bugungi xabarlar sizlarga yetkazib boraman. Aziz obunachilar, Xayrullo akamiz O'zbekistonga keldi. Uni juda ham ko'p televideniyadan, milliy kanallardan, sevimli kanallardan operatorlar kelib video syomkalar bo'lyapti, intervyular bo'lyapti. Aeroportda ichida ham aeroportda egalari mana 5 yillik sertifikat berdi. Yiliga 2 martadan dunyoning любой istalgan joyiga bepul uchib borib kelishga. Abdurahmon aka yana so'zida turdi. Har doimgidek jaqqa javob deganda umra safariga ham yo'llanma hadya qildi do'stlar. Videorolikni ko'ringlar, xudo xolasa Xayrullo akaning endi bu yoqda hayoti juda ham zo'r bo'lib ketadi degan umiddaman. Yonidagi blogerlar o'zingizning foydangiz uchun emas, akaning ham foydasi uchun xudo xolasa yordam berishingizni so'ragan bo'lardim. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib ketinglar. Bular yonida yurib o'zining foydasiga ko'ryaptimi yoki akaning foydasiga ko'ryaptimi? Kommentariyada fikrlarni bilib olamiz. Qani bo'lmasam videoni tomosha qilamiz, ketdik. Aytgancha obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Siz uchun yangiliklar halol bo'ldi. Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa umraga yo'llanma berildi Abdurahmon akamiz nomlaridan. Yangi O'zbekistonda o'qiydi. Mana Davlat intervyudan bo'shanapti akamiz. Odamni qutqarib qolmagan aka. Mashina ko'p, qaysiga minsam aka? O'zi mashinangiz bormi yo'q? Aka, lekin mashinam yo'q. Bir mashina endi bilmadim. Ishga joylashtirsin. Mashina o'rdikcha. Matizga bunamiga, bugun bunamiga. Ya, men menga minsin. Uyat bo'ladi endi. Osh jigarmi deymanda bu? Buni hammasi jigar. Meni nima deydi? Ichki a'zolarim hammasi. Belda basmi? Ya, unisini Rossiyaga olib kelayman. Aka, mana bu jasorat medalini olish uchun odamlar nimalarni qilmaydi. Siz ham hayotingizni o'sha yerda xavfga qo'ydingiz. Shuncha do'stlaringiz kelibdi. Tanjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Biz buni hype, kontent uchun emas, просто sizni yana ham ko'proq tanitish uchun. Bizda kontent tiqilyapti, ideya tiqilyapti. Mana judo boshqa narsa birlar yozadi dedi. Bizga eng muhimi sog'lom bo'ling, vatanga yaxshi yetib boring, qizlaringizni o'pib qo'ying. Boylik qo'lda lekin. Aka, siz bir odamni qutqarib qolmang ekanda. Hozir sizni dastingizdan Rossiyadagilar hammasi tomga qarab yuribdi akajon. Ahad Qayyum ssenariy yozib kino olishni boshladi aka. Sizga Centrum Air aviakompaniyasi 5 yil davomida bemalol Centrum Air bilan dunyoni istalgan mamlakatiga 2 martadan sayohat qilish sertifikatini taqdim etdi. Qalay? Mashalloh, rahmat. Shunchalik e'tibor qilganingiz uchun. Lekin aka, hali aviatsiya tarixida menimcha O'zbekistonda bunaqangi sertifikat hech kimga berilmagan. 4 ta farzandim bor. Qiz, jannat kalitlari.
birgalikda to'ylarni qilaylik. Inshaalloh. Aka bir gap aytaymi? Ayting aka. Qo'lni bering. Mana aka. Sizga bitta sirni aytaman. Xo'p. O'sha sirdan foydalanasiz. Xo'p bo'ladi. Vallohi alam 5-inchisi o'g'il bo'ladi. Ishonasizmi yo'qmi? Voy, Agar ishonaman. 5-inchisi o'g'il bo'lmasa, Aha. men sizga bitta mashina olib beraman. Ya, yoshim.